Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Xo'p, bugun 13-noyabr haftani payshanba kuni ekan. 2025-yil. Bugunga kelib faqat gullarimizdan karam gullarimiz qoldi. Kimga qiziq bo'lsa, bu karam gullardan ham jo'natib yuboramiz. Globuschalarimiz ham oxirini stakandagilarni yig'ishtirib chiqdi. Ular ham sotilyapti. Xo'p, karam gullarimiz do'stlar. Xo'p, bu tashqariga ekiladigan gul asli. -5 gacha chidaydi. Obyomi kattalashadi, bo'yi o'sadi, urug' beradi. Urug'idan ham sepsalaring bo'laveradigan gullar. Kimga qiziq bo'lsa, shulardan ham jo'natamiz. Xo'p, bugun qiladigan videomiz asosiy maqsadimiz bizda mana bunday katta partiyada urug'lar kelgan va yana kelyapti ham. 2026-yilga ochiltirib sotaman degan insonlarga, odamlarga mana shunday urug'lar qilib beramiz. Petuniya har xil rangidan bor. Shafron bor, chinigul bor. Gultoji xo'roz bor, piramidasi. Geranimiz bor, sabachkalar bor. Xullas, nima so'rasalaring, nima urug' so'rasalaring hammasidan qilib beramiz, do'stlar. Bunday kataloglarimiz ham kelgan. Tanlab aytaverasizlar, kimga qanaqa gul urug'lar kerak bo'lsa, ochiltirib sotaman deganlarga. Bularda ichida hammasida 5000 talik, 10000 talik pachkada. 1000 taligimiz kam. Geranlar ham kelgan. Geran bir kishiga zakaz, hozir kelishyapti, olib ketishadi. Ularning ichida ham ko'pi zakazga kelgan. Berib yuboramiz. Shunday qilib jo'natib yuboramiz. Zakaz bersalaring, do'stlar, hamma urug'lardan bor. Petuniya, salviya hammasidan bor. Xo'p, narxlarni telefon qilsalaring aytaman. Bu yerda $10 dan $30 narxlar. Hamma urug'larda narx har xil. Nomerim 99 321 82 17. Telefon qilaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa.